Assalomu alaykum qadrli Parvoz aka ukalar. Bizni yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana yerlarni sug'orib, hozir ekinlarni sal joylatib qo'yib ekin ekamiz deyapmiz. Yerga dori sepib qo'ydali o't chiqmasligiga qarshi gerbisid degan dorini. Gilozlarimiz ham mana rosa gulladi. Xudo xolasa yaxshi meva bersa. Shunday qilib suvni tarab qo'ydik. Daryodan suv chiqyapti nasosda. Ko'ra mana o'rozimiz ham yuribdi mana. Rasacha qo'ydigan bo'lib ketdi buni ekan. O'rozimiz zo'r holatda. Shunaqa gaplar aka ukalar, bizda shunaqa ishlar qilayotganimiz sababli video chiqarishga ulgurmay qolyapmiz. Oldindan uzr so'rayman hammadan. Lekin unday bo'lsa-da kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar azizlar.